Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalımız muxlislari do'stlar. Bugun Versal City'da bize 3 xonali kvartira 93 kvadrat metr 3 xonali kvartira sotuvga qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Girganimizda yana uzun koridor chiqqan do'stlar. O'ng tarafimizda prixoshkasi, tumbalari, aynalari qo'yilgan. Chap tarafimizda avtomatlari. Xonadonimizga girganimizdan chap tarafimizda spalnisi, взрослый spalni bu. Hamma mebel jihozlaridan ega. Jihozlari bilan sotiladi do'stlar. Ko'rib turganlaringizdek, hamma jihozlar qoladi. İkinci xonamizni ko'rsatadigan bo'lsak do'stlar, gostinisi. Gostinisi ham divorlari qo'yilib, postavkalar qo'yilib, akkuratni etib konditsionerlarini hamma tayyor holatda. Bu yerimiz bu yandan girsangiz ham bo'ladi, kuxnya. Arandan bizning adinni girib chiqadigan eshik ham bor. Registrlar tashlab o'tilgan koridori. Keyingi xonamiz kuxnyamiz oladi. Kuxnyamiz ham jihozlanib tayyor holatda turibdi. Peyzajlar chizilgan. Ikki tarafga peyzajlar chizilib, fotolar ham shunday galogenlar bilan qo'yib zatilgan. Kuxnya qaranglar do'stlar, kuxnya high-tech variantdagi kuxnyalar qo'yilgan, gaz plita, холодильник, steynik kotellar ham eng yaxshisidan qo'yilgan do'stlar. Gazına ega aslanlar do'stlar, gazına. Keyingi kvartiralarımızda gaz berilmeydi. Ondan bu anla kurulgan taze domlada gaz bo'lmaydi. Bu yerda gazı, suvi, svetinden mamma yok. Doğru giresizlar, yaşaysizlar. Giyimlerinizden doğru gelip girip yaşayasizlar. Bir de aristollar ham qo'yilgan do'stlar. Sterilli maşinalar ham qo'yilib tayyor holatda turibdi. Gelip yaşash kerak bo'lgan. Sanuzel ham high-tech variantda zatilgan. Sanuzel ham tayyor holatda zatilgan. Sanuzel ham ko'rib turganlaringizdek. Eski spalnisi gerekli mebeller bilen cihazlangan. Üsteller ders tayyorlamakayla ballar için. Karavatlar en yaxşı mebellerden qo'yilgan. Görüp turganlaringizdek doğru girip yaşash kerak dedi do'stlar bo'lgani. Kvartiramızda Mirsa Palajeniyasini ham aytdik. Versal City'de do'stlar. 6. etajda 3 xonali kvartiramiz 93 kvadrat metr. Puluna kelsak 77 ming dollar deb turibdi. Kelishiladigan yeri bor do'stlar. Kelsangizlar kelishtirib beriladi. Esa hammaga sog'lik tilaymiz. Like, podpiskadan chiqarmanglar do'stlar. Like, podpiska etib borsangiz shunday fayzli xonadonlarni ko'rsatib borsa davom etamiz do'stlar. Mesela keyingi rolikada görüşünce de kalmamız. Hayır, sağ salamat olun dostlar. Like'lardan çıkarmam.